Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun 6 dekabr 2025-yil. Biz 10 kilovatli obyektimizni tugatdik. Manzil Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Bobur mahalla fuqarolar yig'inidagi 10 kilovatli obyektimizni ko'rsatgandim. Mana hozir tugallandi, to'liq ishlayapti. Mana inventorimizning ko'rinish holati. Sangura 10 kilovatli bir fazali inventor. ISD himoya tizimlari to'liq standartlarga muvofiq qilindi. Zazimleniya himoya tizimlari, Wi-Fi, monitoring hammasi telefonlariga bog'lab qilib berildi. Hozir iste'moli ham qoplanyapti, davlatga ham sotib bo'lyapti. Panellarimiz uyning tom qismiga o'rnatildi. Mana 16 ta Jinko 630 vatli N-Type turnidagi quyosh panellarimiz o'rnatildi. Mana bu yerga molxonaning ustiga ham 10 dona panelimiz o'rnatildi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatib borishda davom eting. Salomat bo'ling.